hamma yo'llar Rimga olib boradi. Men qanday qilib Madridga boraman degan Franchesko o'z sadoqatini o'z uyida nishonladi. Futbol arab shayxlarining cho'ntagiga bog'liq deganlarning ovozi o'chgan kecha edi bu. Bu kecha futbolning xohlaganda sotib ola biladigan Peres va Abramovich ustidan qozilayotgan katta g'alabasi edi. Totti sadoqatning oxirgi vakili o'laroq futboldan ketayotgan edi. Xayrlashuv kechasida Totti Olimpico stadionini yig'latdi. Italiyani yig'latdi. Butun dunyoni yig'latdi. Bu qadar sharafni topish uchun futbolchi daho bo'lish kerak. Bunday xotima uchun inson buyuk bo'lish kerak. Avvali va oxiri chiroyli bo'lish kerak. Shuni sezdi hamma. So'zga chiqar ekan, u Rim ahlining 7 dan 70 gacha bo'lgan vakilini jimgina ko'z yosh to'kishga majbur aylardi. Ulardan ko'ra o'zi ko'proq yig'lardi. Chidab bo'lmas manzaraga ko'milib ketdi o'yingoh. Muxlis zoti sadoqat qancha turishini, aniqrog'i sadoqatni sotib olib bo'lmasligini o'sha oqshom bo'y basti bilan idrok etishdi.